İşler ondan turibsiz. Yo'llar yaratdim. Hali bakkan musofisi. Tinch o'rinkan bu, ha? Zimochi, Urumchi. Zimochi. Bu ko'lami hali barakdir bu yana. Bu Kajijan tiyinda Sanjaqniki ko'rgazma zalimiz. Ko'rgazma zali. Bu xalqaradagi dunyo hayotlik ilmiy tahlil yig'ini 4 yilda bir o'tkazildi. Endi bu 2024 yil 10-oyda mush bu Xaynanbod o'tkazilgan bu yig'inga bizniki Ishbash shirkatimizniki Xaynandagi shirkati o'rinlashtirgan. Mush xalqaradagi hayotlik ilmiy yig'ini ichilib qolsa, bizning shirkat mas'ul bo'lib ochdi. Endi mush 5-oyda bizning shirkat Urumchida mush yig'inni 4 yilda bir o'tkazildi dedingizmi? Endi bizning Mavu degan xalqaradagi yig'inchi. Ammo men ko'shada qo'ygan hayotlik ilmiy yig'inni Urumchida 5-oyda. 5-oyda. Bo'lsa bizmi bir uchurbasak, quloqlasak, bir qatnashsak bo'lgudek bu cho'ng bir tema ekan bu dunyoviy. Anandakin ayadagi peydanchin javshundan endi qatnashdim. Peydanchin degan bizning olim hisob. Bu odam hamda olimlarning ichidan chiqqan olim bu. Bu odam shu g'ol hujjat tadqiqotini Şice cami, xalqaradagi patentli huquqi va bir jamiyat va uni nima desangiz, adatda g'o'lijayni biz bunday o'ylasakmi, yo bir yedikdan oladi, yo bir qondan oladi deb o'ylaymiz. Bu odam sudikdan g'o'lijayni tichi qilib, buni chashqonning badanida bir tal odamning tishini o'stirib chiqargan. Bu jami hamda xalqaradagi patentli huquqi va jami. Bu xalqaroga haqsiz bo'ldingizlar, mushu tadqiqotimni foydalaninglar deb ham xalqaro e'lon qilyapti. Shunga biz ham taxarrurlagan bu peydanchin degan. Unda mush sohada dunyoda monopozi bor, e'tirofi bor olimkanda. Jungodagi mushu Ganshiba uchun fazu deymiz, g'o'lija tadqiqot gruppasiniki boshlig'i. O'zim yoshga, taqa. Bu odam 48 yoshga bilan 63 yoshga kirgan. Ha? 63 ga. Yo'shsan so'y. Eli adresim ma'lum ko'rsatib qo'yman. Nima nechchi? Men bu qator mush Xaynanbod mushu olim bilan ko'rishib, Şinjangniki g'o'lija tadqiqotiga qanday qaraydiganligini, kelib bizga qanday bir yordamlarni qildiganligini aniq so'rab, akamning taxmisan bo'lib, nayt xo'shal qaytib keldik. Elg'icham bu odam to'g'ri ekan, tafsir qildi. Bu haqiqatan ham Shinjang degan hamda shu O'rta Osiyoning kindi hisoblanadi. Shunga bizniki Jungoniki g'o'lija tadqiqoti Urumchi orqali, bizning shirkat orqali O'rta Osiyoga tarqalgan. Demak, shu ideya bir belbog' liniyasidagi davlatlarga keyin istiqboliyati zo'rdan. Bu odamning nimasi bek zo'rlikqa qo'shgan to'kpisi uchun shu g'o'lijariga qo'shgan to'kpisi ham xalqaro e'tirofga erishgan. Shu alayib tanishtirib qo'ydim. Bizning shirkatimizniki xizmat doirasi. Shu liniyasi shunday ma'noda. Birinchisi bu GMP o'lchamiga to'shgan sex shu g'o'lijari bo'lsin, immon tijari bo'lsin, hujayrini techu qilib badanga kirgizgan holatda o'lchamga keltiradigan seximiz bizning. Sex ham tajribaxonamiz ikkinchi qavat. Ammo u sunchu deganimiz bu kaynangizdagi saqlash shu bu 0 dan 196 graduslik, 0 dan 196 graduslik suyuqlantirilgan azot. Yedan da qo'yamiz uni. 0 dan 196 gradusda. Ashuningda hujayra hayotiy kuch bilan saqlab 10 yil, 20 yil, hatto 30 yil saqlab bo'ldi. Saqlab qo'yamiz yani. Bu hisobda hozir hamda bir yuqori fan texnikalik yangi hukmkanda rayonimizga nisbatan. Men hozir anglab qol buni bir ajoyib bir tuyg'ularga kelyapti hozir. Bu Shinjang tunji bo'lgan tajribasi ham tajribani bor, ham shundoq ko'p qilgan genç bağımı tanıştırgan tuncu tecrübani hisoblanadi. Bo'lib GMP o'lcham degan bu xalqaradagi o'lchamchi tajribalar qo'yilgan. Shinjangniki tunjisi. Endi hujayra deganni biladi, avamma xili biladi. Endi g'o'l hujayra degan nima? Buni endi qandoq odam hayotligiga nisbatan qanchalik inishkiligi bor, buni inishki tushunish to'g'ri keldi ekan. Bayam g'o'l hujayra deb o'tdik. Bu g'o'l hujayra degan qanday hujayra desak, shu bir tal urug' bilan bir tal tuxumdan birikkan tunji paydo bo'lgan bir tal hujayra, shu ana hujayra bo'ldi. Hujayra, ana hujayra. Shundan bir bala, bir odam paydo bo'ldimi? Dal shu hujayra, bu hujayra har xil a'zolarimiz aylanadi. Masalan, yurakka, o'pkaga, kuchay, manga degan narsa o'zgaradigan hujayra. Bu
o'zgaradigan hücre üst bitliş jarayonida buning soni azlaydi. Azlab biz hozir o'ttir yosh desak, biz hozir 40 yoshdan o'ttir yosh holat desak, bizning badanimizda faqat shu 3 millionmi? 3 millionlam tirik holatdagi qo'l hücrelerimiz bor. Qolgan hücreler xo'rab tugaydi. Aslida miyatladik odamning shu sışıvan yi bilan yuşuvan yi bu trilyon 40 trilyondan 60 trilyongacha badanimiz hücre bo'lsa, buning hücrening ichida immun hücresi bor, qo'l hücresi bor. Hamda shu üst bitlish jarayonida azlab biz hozir jonyan kelgan vaqtimizda aram 3 million qilib qoldik. Demak, biz hozir mushi ishimizda biz badanning sirtidan o'zimizning hücresini elib, badanning sirti yuqori texnika bilan jihlatib sonini. Jihlatib badanimizga kirgizgan vaqtimizda badanimizdagi qo'l hücrening soni masalan 7 millionni kirgizsak 10 millionga bo'lsa, mana shu 25 yosh vaqtimizdagi hücrening soni bilan yaqinlashganda bizning butun a'zolarimiz, ichki a'zolarimiz yashirdi degan. İchki a'zolarimiz yashirib qolmay, balkim chiroylarimiz ham yashirishi mumkin. Albatta 18 yoshga oltimiz kelmaymiz, ammo butun a'zolaringiz shu vaqtdagi a'zolaringizga o'xshash sog'lom holatga qaytib keladi degan. Hatto mushu holatni, hozirgi sizning mushu holatingiz, hozir sizga 7 million hücreni kirgizgandan keyin mushu holatingizdan 10 yildan keyin, hatto 20 yildan keyin mush bittirsiz. Qayerga ketmaysiz degan gap. Bu kinolarda ko'radigan bir uqumga biz haqiqatan buni amalga oshirib bo'ladi. Buni amalga oshirish mumkinchiligi bordan hozir. Biz hozir miyaga masalan tug'alat biz yana mana kirgizmasak, asta-asta buni tugaydi. Tugab 60-70 yosh kirganda ana holatga kelamiz, asta hayot oxirlashadi. Biz hozir qeyrishni kechiktiramiz, davatimiz bor. Maqsad mush yeshimizga, mayli mush yeshimiz bo'lganmi, sirtidan badanimizning ashqol hücreni elib, shiyashida uni ko'zdan qilib, jiqiltib, sonini jiqiltib qilib Tomu o'g'andan keyin shu musholatga akamakchi badan saqlaymiz. Shuning bilan bizning umrimiz uzramiz zaman. Ma qo'l hücrega uqum biroz az dastlabqidan bir aniq bo'lgandek bo'ldi. Masalan, dastlab tug'ilgan vaqtimizda Liushi atrofidagi hücre qo'l hücre bor degan gap. Bir yoqib qo'ysangiz degan bidirab jim turmaydi. Tinimsiz bo'lgan shu. Nimishqa uning badanini liqqil qo'l hücre. Noyat kuchga to'lgan hücreler. Demak, shu qo'l hücreler bizning o'z bitilishimizni kapolatga qildi degan gap. Cho'nglaydi, o'pkalar cho'nglaydi, badani o'silish jarayonida har bir a'zolarimiz yetilishiga shu qo'l hücreler taqsimlandi ekanda. Taqsimlanib, xo'rab, asan azza qilib, miya kelgan o'smay turib olamiz. Turib olamiz, andan keyin asta-asta miya kelgan azlab ketadi. Shu azlab mangandan keyin oxir shu qayrimiz hayot oxirlashadi. Ham bizning qildigan ishimiz albatta o'limni o'zgartirmaymiz. Ammo musha a'liqni biz mahoratimizda yashamoqchimiz a'liq. Ammo eng oxirdagi o'limni hech kim to'sayolmaydi. Shunaqa buni demak, ammo biz a'liqdagi sifatni ko'tarmoqchi. Yosh holatimizni turiblam hayotimizni oxirlashi. Hayotning oxirlashi, hücrening oxirlashi deb tushunsak bo'ldi ekanda, unda bo'lsa. Hücreler bo'lsa hayotning oxirlashi. Shunga biz hücreni yosh holatda saqlab qolmoqchi bizning qilgan ishimiz shu. Meni mancha tansiyonni go'shini yeb qo'yganmi deydi. Qo'l hücrelerim qilib yomon emas o'xshamadi qaraganda. Oldingi yig'inda bo'lgan vaqtimiz. O'z ko'zim bilan ma'lum yiqilmishdan hayron qolibman, yuz bir tan qo'riq yo'q. Ham shunda qarasangiz shu yosh bolalardagi harakatlarim, chaqqan sahnalar, chiqishlarim-chi. So'zlab noyat aldirashgan bu olim bo'lg'ashqim. Shunaqa nima qarasangiz harakatlarim shunday chaqqan. Ham chiroyim shunday yosh turib. Bu odam qo'li jarsak qilolmagan albatta o'zi. Birinchi bo'lib o'zi bahrlandi degan gapda, o'ziga sinoq qildi hatto. Meni mancha tansiyonni go'shini yeb qo'yganmi deydi. Qo'l hücrelerim qilib yomon emas o'xshamadi qaraganda. Chaq. Sizning bunda yaxshi turishingiz, kayfiyatingiz, o'zingizni tanishishingiz bak yaxshi. Ehtimol, o'zim herhalde kayfiyatimga ahamiyat bermay deb qarayman. Dunyo qarashingiz, hayotga bo'lgan nurg'un omillarga bog'liqdan bu yana. Chunki kayfiyat bo'yinmas. To'g'ri. Kayfiyatni yaxshi tutmasa, hujaylarni qoplab qo'yadi. To'g'ri. Mana azroq tushundim. Tekshirib qo'yishing, jigarni kesaversak ham jigarning yerini o'sib chiqalaydi. Buning uchun ashkanchiboning roli yaxshi bo'lsa, jigarni yana asli keltirib bo'ladi. Ana yana mumkin kichik vaqtlarda yiqilib ketsak, tizdirimiz yarolab qolsa, kichik vaqtlarimizda necha kunda uni
davalab, tanıp jümeyimiz şunlap bit qaqaşlap özlüğünden. Lekin çoğun buğan onda bulmaydı. Çoğun buğan çoğum doktorxana berip qılmasa yo'q deydi. Nima uchun? Şumu qo'lujayerniki kuchi. Hech vaqtimiz qo'lujayerimiz bak ko'p bo'lg'ashqa o'zligidan buni yiliqi saqaytadi. Davalash kuchi badan. Lekin biz çoğun buğan vaqtimizda bo'libmi 60 yoshlarning biri yeri yorilib qolsa qatib tutmaydi. Çoğum doktorxana berip bir Şoňa sağlamlyk noktasyndan aytgan çağda hem doktorlarning bäzide eskertgeni en yaxşı doktor içinizde degeni şu ekende. Eger sağlam bola alsak özünü qutquzuş, davalaş hususiyeti boludu bedenning dep. Şu hüceyreniň küçükende bu. Bizning immun hüceyr bedenimiz üçün. Ameliyatda mesela zukam tiqasını, zukam dars içseniz bir hafta saqaysiz, içmeseniz bir hafta saqaysiz. İçtiyen fakat təsəlli. Hem de bazı bak ağırlığa asma kullanmak kitimiz var. Ameliyatda haqiqiy viruslarni yengilgan nima desangiz bedenimizdagi immunitet. Herkes dorilarimiz. Şuna immun kuchi bek muhim. Kan haydi funksiyon degan rak qarshi turadigan birinchi chegara immun hujayrasi. Immun hujayrasining necha xil immun hujayralarimiz bor. Masalan, T-shiba, kanyan, C-shiba, NK-shiba degandek mushtaqa hujayralarimiz bor bedenimiz uchun. Bular nayte avtomatik holda bir virus kirgan aman mavu buyruq qildi menga. Badanga virus kirdi chaqan mudofaa qiladi mavu bunu deymiz aloqa igiz turib belgi bergan uchun qaravul. Qaravul to'g'ri. Mavu belgi buyruq tushirdi, men qaravul malaq buyruq tushirdi. Sizlar berib men yo'qtonlar debchi. Yana bir hujayra bor, o'zligidan berib izlab turib nada shu virus bor, nada yalluq bor, nada mikrob bormi o'ttirdi. Demak, malar nayt sistemlik holda bir-biriga moslashib turib, bedenimiz sirtidan kirgan viruslarni, mikroblarni o'ltiradigan roli bor. Ammo shularning qalaymaqan bo'lib ketgan vaqtda bedenimizda kasallik yuz berdi. Shunga mushuning kuchini oshirmoqchi, bizning qiladigan ishimiz malarni sog'lom qilmoqchi. Malarni sog'lom qilsak mayli, har qancha virus, har qancha mikrob bo'lsa-mu, malar kuchli holatda bo'lsa, o'zini o'zi o'ldirib qo'yadi. Bizning qiladigan ishimiz malarga kuch berish, ham malarning sonini jiqiltish orqali kasallikning oldini olish. Bunun bedendan ağıl buldu. Kandan alımız, immun hücrelerini hep tecrübehanada ölçemlik aletde bunu köpeytimiz. Sanını köpeytip bedeni kayıt vurup kırgızımız.